Qadimiy Marg'ilon shahrida 4 asrdan beri o'z mustahkamligini yo'qotmagan uy bor ekanligini bilarmidingiz? Bu uyda allomalar, donishmandlar hamda yozuvchilar bir vaqtlar istiqomat qilganlar, mehmon bo'lganlar. Bu uy 400 yildan beri saqlanib kelinmoqda va 400 yildirki hech qayeriga shikast yetmagan. To'g'ri, mana bu tokchalarga qaysidir ma'noda zarar yetgandir, lekin uy juda mustahkam. Chunki 400 yil davomida qandaydir zilzilalar bo'ldi, qandaydir ofatlar bo'ldi, qolaversa bu yerda urush ham bo'lgani haqiqat. Lekin uy o'zini zabardastligini yo'qotmagan. Zabardastligini yo'qotmasligining asosiy sababi bu yerni qurish vaqti Shohimardondan katta archalar ustun uchun, toshlar esa devor uchun olib kelingan ekan. Devor mana ko'rayotganimizda 1 metrdan ortiqmi ekan. Mustahkam qilib qurilgan böyle ustalar endi mana bu naqshlar ko'rsangiz hozirgi o'ymak qarasangiz kichkina nimalar ham tashchalar nimaga bir vaqtlar ehtimol shu tashchachalarda o'ziga yarasha kitobchalar saqlanganmi yo bo'laklarmi? Bu yer qurilishdan avval Shohimardondan olib kelingan xoda ustalar tomonidan kalta qilib kesib qo'yilgan. Biroq shu vaqtda mo'jiza ro'y berganini aytadi uy qarovchilari. Qurilish bo'layotganida u nari binoda bo'lgan deyiladi. Ustalar endi topishib to'sinlarni chiqarishayotganda bittasini kalta kesib qo'yishgan ekan. Keyin ulug'larimizdan bittalari bu hayron bo'lib ustalar tajribda turishsa kelib hay o'tirib qollaring deganlarida endi sizga aytishgan nima bo'ldi? Ha shu to'sinimiz jindi. Ko'taringlarchi qani deb o'zlari ham sal muborak qo'llarini tegizganlar. 1 metrdan ortiq duvoldan ortiq bo'lib qolgan ekan. Aytishlaricha bu uy Valixon To'raning uylaridan biri bo'lgan. Bu inson 19-asrda Farg'ona vodiysida faoliyat yuritgan siyosiy va diniy arboblardan biri bo'lgan. U Qo'qon xonligi davrida muhim shaxslardan biri sifatida tilga olinadi. Uning nomi manbalarda ham uchrab turadi. Bu yer qarorgoh bo'lgan. Xonlar, ilmlilar mana shu manzilga kelib yashaganlar va davlat ishlari mana shu yerda muhokama qilingan ekan. Shatda hamma masalalar yechilgan, muhokama shatda bo'lgan. Shuning uchun shatda Namangan bormi, O'sh bormi, Qo'qon bormi, Bag'u O'zgan bormi, va Tojikiston bormi? Bularda attagi ilmlilari mabodo kim maslahat so'rasa shatga borsam, batta to'g'ri yo'l ko'rsatilgan. Yana bir ma'lumotni aytamiz. Bu yerda Nodira Begim va Uvaysi istiqomat qilgan. Nodira Begim 3 yil mana shu yerda istiqomat qilgan. 3 yil istiqomat qilish davomida Uvaysi bilan uchrashgan, tanishgan. Yana bir olgan ma'lumotimizga ko'ra, bu yerda Amir Umarxon hamda Nodira Begimni nikohlari ham mana shu manzilni o'zida bo'lgan ekan. Andijonda tinchlik bo'lmay qoldi, Qo'qonda tinchlik bo'lmay qoldi. Hech qayerda tinchlik bo'lmay qolganda shatda yashashgan. Nikoh unaqa shatda yashashgan. Sababi tinchlik. Sokinlik joyi shatda bo'lgan. Balki kelayotganda o'sha eng katta bir aydaqalar ham ilohiy bo'lib qo'rquv tushgan yuragiga. Bu uyda Valixon To'raning avlodlari istiqomat qilmoqda. Hozirda Jalolxon To'ra Rustamov mana shu uy yoniga boshqa uy qurgan va farzandlar bilan yashab kelmoqdalar. Tarix haqida so'zlovchi qadimiy uy avlodlar tomonidan saqlanib kelinyapti. Odam bo'yi joydan pastri nimayu tepalar mana naqshlar turibdi. Bir vaqtlar shifram bo'lmagan bir hokimlarimiz kelib ko'rishganda tomlar qalin bo'lgan, chakki tushib mana bu tomonlar tanlovdan nima bo'lmay nima bo'lib qolganda hali hasharda qatnashganlar o'z kuchi bilan olib kelingan joylar. Bugungi kunda bu maskanni tarixiga qiziquvchi yoshlar, mahalliy va chet ellik sayyohlar, tadqiqotchilar va ziyoratchilar tashrif buyurishadi. Ular bu joydan o'tmishning nafasini his qiladilar. Yurtimizning boy ma'naviy merosi bilan yaqindan tanishadilar. Ruxsatlari berilib ko'p odamlar kelyapti. Hindistondan kelishdi, Sankt-Peterburgdan kelishdi, Toshkentdan kelishadi, Erondan kelishadi. Shuları bir-birlarini endi hozir avlodlarini oqtarib kelib shatda bir tarixni o'rganib ketishyapti. Bugungi kunda bu uyga tashrif buyurayotganlar orasida nafaqat tarixga qiziquvchi yoshlar va sayyohlar, balki ushbu xonadonga bog'liq avlodlar bilan uchrashish, ularning hayoti va xotiralarini jonlantirish istagida bo'lganlar ham ko'p uchraydi. Fathulla ota Qodirov kitobchi, Saidlar avlodi haqida katta kitob yozishni maqsad qilgan. O'z asarini boyitish uchun Valixon To'ra haqida batafsil ma'lumot oldi.
bu saytlarni o'tmishi to'g'risida chet ellik olimlar, fuqarolar qiziqib kelishyapti. Toshkentda ham ko'p kelishdi. Mana bu yerga ham kelishyapti. Shu saytlarning hayotini o'rgangani katta ishlar qilgan bular. O'zbekiston uchun juda bir katta muhim ishlarni qilishgan saytlar. Mana Abbosxon To'ram dehqonchilikda o'sha paytda necha xizmatlar bilan borib, bizdan qarada o'zini ko'rsatib kelgan, o'zbeklar nomini nima qilib, mashhur qilib. Shuning uchun bu urug'ni ishlarini bir o'rganib, lekin tartibga keltirish kerak, yo'q ma'lumotlarni joyiga keltirib qo'yish kerak. Marg'ilon shahrida joylashgan Valixon To'ra uyi yurtimiz tarixiy va ma'naviy merosini muhim guvohlaridan biri sifatida rasman davlat muhofazasiga olingan. Bu yerda tarixga daxldor hujjatlar, xotiralar va me'moriy an'analar asrab avaylanadi hamda xalqimizning ma'naviy va madaniy hayotida munosib o'rin egallaydi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Ruxsor News uchun maxsus.